Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Flixus bolalar obunachilar. Короче, 5 top 5 ta modlar videosi bo'lib. Birinchi modimiz Bulldozer modi. Keyin narsa gap tushganman, g'or gap tushganman. G'orni ham teshmagan. Musor xullas bu mod. Oldinda aytmoqman, obuna va like bosib qo'yinglar mana. Kon gap tushdi. Mindim. Teshmayapti. İkinci modimiz bu hayvan modu. Real hayvanlar. Leopard, tuyoquşu, fil. O'ldirsangiz shunaqa tishlari tushadi, shoxlari tushadi. Mana shuni kommentga yozib ketinglar, o'zim ham bilmadim ismini. Kommentga yozib ketinglar. Xullas, mana kalitlari mashinani benzin quysa bo'ladi, mashinasi borda, o'sha zoopark haligi ishchilarga mashina berilar ekan. Mana shunaqa hayvonlar har xil. O'z ko'rasizlar mana. Video mashinaga kalit ochilar ekan, keyin benzin quyilar ekan, mashinaga chiqib minilsa bo'lar ekan. Keyin qulflash uchun kalitni bosilar ekan, yana kalitda bosilar ekan. Keyin bitta minsa yurmas ekan mashina. To'g'risiga o'zim ham hayron qoldim. Dahshat ishlangan mod. Ikkinchi mod yo'qdi menga. Va mana akula modi bu. Bu kik modi. Bu tumsoq, papugay, yana tumsoq. Bu haligi nima derdi ismini kommentga yozib ketinglar buni ham. Fil omma dahshat ishlab qo'yishibdi. 3, 2, 1. Yo, bolalar bilib turibsizlar video yo'qyapti sizlarga. Shuning uchun obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Qiyin emas, to'g'rimi? Bo'pti, jigarlar. Bu 3-chi modimiz Golem modi. Bu bir aytaman, bir 13 ta 14 ta golemlar bo'lsa kerak. Hammasiga ursa bo'ladi. Bitta bedrocklisi ursa bo'lmaydi, bedrocklisi. O'ta umuman hech kim urolmasa kerak menimcha, mana ko'ryapsizlar mana. Ursam ham urilmadi. Qolganlarga urib bo'lyapti mana. Bunga urib bo'lmadi. Xullas dahshat mod. Totdinglar. Addons moddan totdingman. Obuna va like kutib qolaman. Bundan-da yaxshi kontentlar chiqadi hali. Jonli film streamlar qilinadi. Bu mod qurol modi, skinim ham o'chib ketdi. Bu modni totdaman deb qaranglar mana. Dahshatda. Obuna, like bosmasanglar otib tashlayman. Короче, tak. Aytdim-a, bolalar ovoz yozmay qopti. Nimaga bilmayman. Ovoz eshitilardi paq qilgani. Xullas, kimdan so'raymiz biz obuna bo'lganmisan deb? Obuna bo'lganmisan? Yo'qmi? Otib tashlay haromini. Otib tegmadi o'q. Ana tegdi. Sen-chi obuna bo'lganmisan? Yo'q, obuna bo'lmaganman. Ay qo'chqo'san. O'lasan sen. Shpiq. Bo'ldi, keyingisidan so'raymiz. Kimdan so'rasak bo'ladi obuna bo'lganmisan deb. Короче, ketyapmiz yo'lda. Mana yerdan bitta kon chiqdi, tushib ketay dedik. Obuna bo'lganlar qani? Obuna bo'lganlar. Qani odam yo'q-ku. Kimnidir ko'rib qoldim. Kuchukcha. Obuna bo'lganmisan? Obuna bo'lganman. Da, obuna bo'libdi bu bola. Shuning uchun osib tashlaymiz. Xursandmisan? Bo'ldi ana. Obuna bo'lgan ekan bu. Endi esa biz nechinchi modga keldik? 5-chi modga keldik.
Bu esa Godzilla modi. Xullas baqirishini ko'rsanglar jigarlar. Bu modda aytdim og'iz yozilmay qolibdi. Yomon asabim buzildi lekin kontent qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lganingiz uchun, like bosganingiz uchun jigarlar. Mana shunaqa fon qo'shiqlar yo'q. Nima deymiz endi? Mana shunaqa ekan. Mana shunaqa yozilgan ekan, peshanaga og'iz yozilmabdi. Qiynalib shuncha yasagan, qolgan video emas. Qaranglar Godzillani, dahshatli. Ko'm-ko'k yonishini o'zi vardim bilan urishtirib ko'ramiz. Hozir urishtiramiz. Vardim bitada yoyvordi-yu. Qaranglar mana buni. Xullas qo'ydim. Qarab turing. Urgan ketyapti. Yana bitta qo'yaman hozir. Oldiroqqa. Mana hozir yoyvordi, qaranglar. Ana ko'rasizlar, qarab turing. Ana yoyvordi, ko'rdinglarmi? Yomon ekan bu. Qaranglar mana buni. Top 1-o'rindagi modim buni. Kommentda baho beringlar bunga. Video yoqqan bo'lsa, like bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Bundan yaxshi kontentlar ishlashga harakat qilaman. Jonli efir streamlar ham ko'payadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'q bilaman. Videoyim yoqdi. Shuning uchun obuna va like tugmasini bosib qo'ying. So'raganim просто menga reaksiya bo'lib video ko'proq chiqishiga yordam beradi. Va menga yoqadi shu narsa. Obuna bo'lib like bossanglar, kontentdan yorug' olishim kerak. Qani sog' bo'ling, jigarlar. Ijodimga omad.